Avvallari hech qachon mashq qilmaganman, toraytirganlar ham ishlatmaganman debsiz. Mashalloh, eng yaxshisi bu toraytiradiganlar ishlatmaslik. Demak, intim mashqlar sizlarning sog'lig'ingizga tanlanish kerak bo'ladi. Ya'ni hammada ham bir xil muammo bo'lavermaydi. Ya'ni kimdadir siydik qopi tushgan bo'ladi, kimdadir esa shunchaki qin devorlari tushgan bo'ladi. Kimdadir orqa ichak tushgan bo'ladi, kimdadir esa bachadon bo'yni tushib kelgan bo'ladi. Kimdadir esa bachadon bilan qo'shilishib tushib kelgan bo'ladi. Kimdadir esa umuman faqatgina qinda kenglik hosil bo'lgan bo'ladi. Ya'ni buni tanlaganimizdan keyin sizga aytamiz. Agar sizda bir va birdan oshiq muammolar bo'ladigan bo'lsa, bir varakayga sizga trenajyor kursi aytiladi. Agarda sizda kichik faqatgina qin devorlari yoki bo'lsam qinda kenglik hosil bo'ladigan bo'lsa, unda sizga trenajyorsiz kursimiz to'g'ri keladi. Trenajyor kursimizni sog'lom ayollar ham yoki patologiya anomaliyalari bor bo'lgan ayollar ham ishlatishsa bo'ladi.